Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli So'x tumani aholisi. 2021-yilning 2-noyabr kuni hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida video selektor bo'lib o'tdi. Mazkur video selektorda yashil makonlarni tashkil etish bo'yicha oldimizga dolzarb vazifalar qo'yildi. Yashil makonlarni tashkil etish yuzasidan oldimizga qo'yilgan vazifalarning ijrosi bo'yicha tumanda 4 ta ishchi guruh va bitta shtab tashkil etdik. Ushbu shtablarda avvalambor birinchi navbatda So'x tumanida yashil makon tashkil etish imkoniyati bo'lgan yer maydonlarini sarhisobini chiqardik. Yil yakuniga qadar va 2022-yil o'sha bahor mavsumida jami 165.600 ta daraxt ko'chatlarni, butalarni ekishni o'zimizni oldimizga reja qilib oldik va hozirgi kunga qadar mana 62.100 tup shu yil yakuniga qadar 2021-yilning yakuniga qadar ekishimiz kerak edi. Biz hozirgi kunda demak 84% ga bu rejani bajarib turibmiz. Ya'ni 52.280 ta ko'chatlarni hozir o'sha ishchi guruhlarimiz tomonidan mahalla, ijtimoiy soha xodimlari hamma o'sha tumanimiz aholisi bilan birgalikda shu ekdik va ekish ishlari davom etmoqda. Endi turlari bilan bo'yicha tahlil qilganimizda hozirgi kunga qadarlik 650 tup shumtol, 1210 ta qayrag'och, 10.520 ta tut ko'chatlari, 440 dona yong'oq, 910 tup behi ko'chatlari, 320 dona uzum qalamchalari, 500 dona qirim qayrag'ochlarini ekdik. Hozir mana bundan tashqari boshqa 2700 tupdan oshiq boshqa turdagi daraxtlar ekdik. Asosiy maqsadimiz mana o'sha oldimizga qo'yilgan topshiriqlarda ham uning tub maqsadi, mohiyati fuqarolarimizni manfaati. Fuqarolarimiz uchun, shu manfaati uchun bu tadbirlar amalga oshirilyapti. Demak, hozirgi kunda biz yana har bir mahalla kesimida malina ekishni tashkil etyapmiz. Har bitta xonadon asosiy yer maydonidan tashqari bo'lgan o'sha chetlariga 300 tupdan malina ekishni o'zimizga rejalashtirib oldik. Mana har bitta xonadon endi tumanimiz bo'yicha 14 mingdan oshiq xonadonlar mavjud bo'lsa, har bitta xonadonda shu malina ko'chatlarni ekishni rejalashtirganmiz. Hozirgi kunda bu yo'nalishda ham ishlar jadal olib borilyapti. Endi hurmatli fuqarolar, ekologik vaziyat shuni taqozo qilmoqdaki, yashil makonlar tashkil etish bu kun tartibidagi birinchi masala bo'lib qoldi. Butun dunyoni mana ekologiya vaziyatida salbiy tomonga o'zgarishi fuqarolarda umuman inson omilini qanday bir kasalliklarga, qanday ofatlar, qanaqa bir suv toshqinlar, yong'inlarda bo'lishiga, albatta bu ekologik biz mensimaganligimiz, bunga vaqtida e'tibor bermaganligimiz, bunday holatlarni oldini olish bo'yicha chora tadbirlarni o'z vaqtida ko'rmaganligimizdan man dalolat beradi. Tumanimizda hozirgi kunda 80 mingdan oshiq aholisi bo'lsa, har birimiz bir donadan ekanda 80 ming tup ko'chat ekar ekanmiz. Shuning uchun men sizlarga ham shu yashil makonlarni tashkil etish, bu dolzarb 40 kunlikda birga hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib hamjihatlik bilan aniq reja asosida o'sha nimani joylashtiruvni ham o'sha ilmiy asoslantirib o'sha daraxtlarni, ko'chatlarni ekishga men sizlarni ham chaqiraman.